Men bu mahallada bunaqa narxga yer ani uchastkasi bilan sotaman deb o'ylamagan edim. Uchqunaga, Yunusobod, Registon mahalla. 17-yil Banisan to'g'risidagi elitniy oldingan radiostansiya desa hamma bilardi, qo'ni qo'shnilar hammasi vau, takoy odamlar xullas. Shu yerda uglovoyga tushgan korobka, burchak, 6 sotu, 7 tami 8 ta podval manzardalan qo'ysa 10 tadan oshuv sanuzillik korobka chiqqan. Bu proyektda mana shunaqa qurilgan, mana kiraverish yo'li, mana bu fasad burchak tashqarilarini bitta ko'rsatib bering. Mana shundoq kirib kelasizlar, mana kiraverish anaqa. Mana bu yoq spalni. Endi uylarni ja unaqa ko'rsatmayman, mana shu suvoqdan chiqqan elektriki bo'lgan. Mana sanuzil, mana bu yoqda yana bitta xona. Mana katta zal, xullas kimga qiziq bo'lsa, tepalarini ham podvallarni ham kelib ko'rasizlar. Tegida podvallari ham bor. Xullas narxiga kelamiz. Bitta yer hisobida qo'ni qo'shni mana yonida yon qo'shni 1 sotigini 80 ming sotayotgan paytda mana shu korobkasi bilan 70 ming sotigini so'rashyapti. 6 sotu shunda narxi 420 ming pul bor. Bu mahallaga zo'r narx. 3 marta aytdim, o'zingizlar xulosa qilinglar. Pastda egalar nomeri aloqaga chiqinglar.